Dersimizi davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün çislağa 2024 yıl 5. ayının 17. günü haftaga. Cuma vatandaşları. Endeki mavzamındak Xi Jinping Seddiçin sipilini yüzü örüp taşlaydı. Mavzula haber 5. ayının 16. günü ben vektör bitir ilan kılındı haber. Bundak başlan. Rusya Ukrayna ciddi elişivatkan bir peyt uğraş, ciddi elişivatkan bir peyt Rusya Prezidenti Vladimir Putin Cungo'ya ziyaretke geldi. Yardımga erişmekçi oldu. Lekin Xi Jinping ittifaq tuzmaslikni ta'kidladi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Beijing Rossiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida simtanapdir mengib kelyapti. Ko'rdingizmi? Yevropa ittifoqi o tarafda, Beijing bu tarafda. Ukrayna masalasi bo'yicha deylik, boshqa masalalarni qo'yib turib, Jungo'ning Ukrayna qaratgan maydoni va Jungo'ning Rossiyaning tajovuzini qurishga qaratgan maydoni tufayli hozir Yevropaga yaxshi shaq bo'lay desa, bu taqa mumkin emas. Rossiya Federatsiyasiga yaxshi shaq bo'lay desa, bu taqa mumkin emas. Hozir o'ngga o'tsa bu taraf, solga o'tsa bu taraf mushka orliqda Jungo simtanab ustida mengib kelyapti. Chunki Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilib kirishiga qarshi turib kelyapti. Ham Ukraynaga yordam berib kelyapti. Amaliyoti Jungo qarshi turman, qo'llayman degan gapni og'izdan chiqarmasimi? Ukrayna masalasi Rossiya Federatsiyasini qo'llab kelyapti. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Beijing Rossiya bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida simtanapda mengib kelyapti. Beijing agar Vladimir Putinni qo'llaydigan bo'lsa, Seddiçin sepilini özün öğriysen deyişti Yevropa ittifoqi ve Jungo'ga muşu meselede qattiq agahlandırışmadı. Amerika işkinci qatar turib tursin deyli, hozir Yevropa ittifoqi Rossiya Jungo o'rtasidagi munosabat. Beijing Merkez televiziya stansiyasi mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping mundaq dedi. Söhbetimiz boy mazmunga to'ldi. Biz ittifoq tuzmaslik, qarshilashmaslik, uchinchi davlatga qaratmaslikdan iborat prinsipda cheng turib kelamiz va mushu munosabatlarni o'zliksiz chonqurlashtiramiz. Rossiya bilan ittifoq tuzmaymiz. Hozir dunyo tasvirlanayotgan to'rbetlari chiqayotgan Rossiya Jungo birlashib Amerika qarshi turdi degan gaplar amaliyotda harakati qanday bo'lishidan qat'iy nazar bugungi prinsip, bugungi siyosat Beijingda Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishgan Jungo'ning raisi Xi Jinping o'z shiorni tovlagan ekan. İttifoq tuzmaymiz Rossiya bilan, qarshilashmaymiz Rossiya bilan. Rossiya Jungo munosabati 3. davlatga qaratılgan emas. Koni barla, diplomatik barlarni takrorlagan ekan, demak rais Xi Jinpingning yuragi pok degan gap. Mushu masala bo'yicha yoki meni qo'llaysan degan masala bo'yicha Prezident Vladimir Putinmi Beijingda ortiqcha talab qo'ya olmadi degan gap vatandosh. Rossiya matbuoti mundaq ko'rsatdi. Jungo televiziyasi, Markaziy televiziyasi yuqorida ko'rsatdi. Rossiya matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Kreml sariya axborot e'lon qilib mundaq dedi. Rossiya Jungo rahbarlari umumyuzlik strategik munosabatlarni va shuningga bog'liq barliq masalalarni tafsiliy muhokama qilib, Rossiya Jungo amaliy hamkorlashish nishoni qarab mengishni qaror qildi. Demek bu yerda hozir maxfiy bo'lsin suhbat, oshkora bo'lsin suhbat, Jungo Rossiya suhbati, Prezident Vladimir Putin va Jungoning raisi Xi Jinping suhbatga o'ltirdi. Hozir biz Kreml sarayina xabarga ishonaylik. Chunki bu yerda nima debdi? Ikki davlat o'rtasidagi umumyuzlik, strategik munosabatlar va shu munosabatlarga bog'liq masalalar, shundaqmi?
Rusya, Cungu o'tirisidagi strategik münasebetler. Muşu strategik münasebetke bağlıq meseleler bugün konkret aytsak İran ve Hamas İsrail'e vuruşu, Ukrayna Rusya vuruşu, ondan keyin Cungu ve Rusya'nı nişan kılgan halda Uyguristan'da genocide, Uyguristan'da soykırım. Rayon karakterlik mesele, halkara karakterlik mesele. Muşların hemmisi demek bu kadın sohbette, muş Kreml sarayının muş bir abzas sözü de aydınlaştırıp elen ki vatandaş bu mesele oturup koyuldu dedi. Oturup koyuldu. Barlık meselelerini tepsili muhakeme kılıp Cungur Rusya emli hemkarlık nişanı karab menişte karar kıldı dedi. Nəhayət ciddi xalqara və rayon xarakterlik məsələlər boyunca çükünqor fikir almışdır. Oturdaki məsələ, növbətdəki məsələ, mən başdan axır dep kelyaptım, mən Avropada Ukrayna məsələsi, Rus bilan Xitay oturusida. Asiyada Uyg'uriston məsələsi, Rus bilan Xitay oturusida. Tayvan məsələsiga Rossiya qiziqdi ya qiziqmaydi. Bu to'g'rida Rossiyaning ortiq siyosati yo'q. Bir jumla qo'llayman Tayvan Junguning bir qismi. Mushundaqil deb keldi, ortiq gap qilgani yo'q. Asiyada Uyg'uriston masalasi Rossiya Xitoy o'tirishga reaksiyalik masala. Yevropada Ukrayna masalasi Rossiya Xitoy o'tirish sababi bu Rossiya Xitoy o'tirishida bo'lmaslik kerak. Ukrayna u Yevropaning ishi. Biroq mushu urushga Xitoy hukumati harbiy yordam beryapti vatandosh. Şuna bu asasaq mesele bo'lib qoladi. Yana bir xabar vatandoshim. Prezident Vladimir Putinning Jungu ziyorat qilish jarayonida ifodasi nimalarni oshkorlab berdi? Mavzuli xabar 5-oyning 16-kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Prezident Vladimir Putin 5-oyning 16-kuni saharda Beijingga yetib keldi. Shu kuni Reis Xi Jinping bilan suhbatlashdi. Chiroyda kulki yo'q. Arliqda men xalq qurultayida ko'rishganda 4 og'iz 5 og'iz gap qilib ko'ziga yosh oldi dedim-ku. Endi mayada chiroyda kulki yo'q. Rasmiy suhbatga o'tirganda chiroyda kulki yo'q. Qopig'ini turib o'ltiradi. Orqilliqdan boshqa Prezident Vladimir Putin kutgan natijaga erisholmadi. Shunga uning chiroyi turilib turadi. Beijing keldi, kutgan umidi nima? O'zi biladi. U natijalarga erisholmadi. Masala bu emas. Bu yerda boshqa qaydiradigan masala Ukraina masalasi, boshqa qaydiradigan masala Uyg'uriston masalasi. Esingizda bormi vatandosh? O'tgan yili 2023-yili 10-oyning 18-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetida Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi Isroiliya, Angliya, Kanada, 4 davlat, jami 51 davlat kishilik huquq, qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida 51 davlat fəaliyyət qildi vatandaş. Shu kuni Beijingda Prezident Vladimir Putin yetib keldi. Reis Xi Jinping bilan suhbatga o'tirdi. Dag'dag'imi yo'q, taraqtoroqmi yo'q. 3 soat maxfiy suhbatlashdi. Kechiring vatandaş. Üç saat maxfiy suhbatlashdi. O'tgan yil hozir 7 oydan keyin ikkinchi qatim Prezident Vladimir Putin Beijing yana keldi. Siz bu qatimki suhbatni ham avvalgi suhbatlarning davomi deb o'ylang vatandoshim. Siz bu qatimki suhbatni ham avvalgi suhbatlarda o'tirib qo'yilgan masalalarning davomi deb o'ylang vatandoshim. O'ylab turing ha. O'tgan yilgi suhbatda 51 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur genocide, so'yqirim, umumiy qirg'in. Shu to'g'rida gap qilayotganda shu kuni 10-oyning 18-kuni Beijingda Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping suhbatga o'tirib,
bu mesele to'g'risida suhbatlashmasligi mumkinmi? Bu meseleге yoshirin maxfiy holda ifoda bildirmasligi mumkinmi? O'ylab ko'ring vatandosh. Bu yil ham xuddi shunga o'xshash. Bu yil balki hal qilishning oxirgi qadami bo'lib qolishi mumkin. Mesela 6. ayda Ukrayna söhbeti Shvetsiyada başlandı urush to'xtatish. Tinchlik söhbeti. Hozir 50 davlat buni tizimlatdi. Murojaat qildi, qatnashdi, iltimos yozdi 50 davlat. Rossiya yanıl yo'q buning ichida. Bu yil 6. ayda oldimizda Shvetsiyada o'tkazildi. Bugun sen oxirgi qatim bo'lishi mumkin prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinpingning uchrashganligi, balki masalalar qo'yildi va konkret holda bir-biriga bog'liq holda qanday hal qilishning chorasini o'tirib qo'yildi deb o'ylayvering vatandoshim. Lekin men sizga shunda fikr qilish uchun bir jumla so'zni yana topshiray. 2023 yil 3-oyning 29-kuni, ya'ni Qinghang sobiq davlat Tashqi ishlar ministerligining ministri ayni chog'da rais Xi Jinpingga hamroh bo'lib 3-oyning 20-kunida Moskvani ziyorat qilgan diplomat Qinghang shundoq dediki, rais Xi Jinpingning shaxmat taxtisi degan mushu xabarida yoki mushu abzas fikr bayonida bizni Rossiyaga mushqati Moskvaga kelishga Amerika Qo'shma Shtatlari avatdi dedi vatandosh. Şunamsiz bununla işinisiz. Vatandaş, ben bugün nima deyman? Bugün Beijing'de Prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping o'tirib suhbatlashdi. Uning beshida sanglab turg'ini Damokles xanjiri. Ben bu xanjarni o'qishtish xato bo'lsin dabreki vatandaş. Ularning beshida sanglab turgan Damokles xanjiri Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining nazari, kuzatishi, majburlashi, mushu suhbat orqali masala hal qilishga haydakchilik qilishidan iborat. Mushundaq nazorat sistemasi bugun bu ikki davlatning Beijingda o'ltirib suhbatlashayotgan suhbat jarayonida beshida sanglab turgan Damokles xanjiridir vatandoshlar. Şuna Vladimir Putin'in çırağı içilmedi. Zorlap bo'lsa çırağı külke yügertelmedi. Şuna rais Xi Jinping'in çırağı içilmedi. Zorlap bo'lsa çırağı külke yügertelmedi vatandaşım. Mesela 75 yıllık diplomatik münasebetinin hatırı günüde çalıngan muzikalar Prezident Vladimir Putin'e yakmadı. Rais Xi Jinping çavak çalıptı, Prezident Vladimir Putin zor qilib turib çavak çaldı. Meyli emas, ixtiyori emas. Müzik anlavet deb yana kapıga turildi, kapıga selindi. Chiroyi ochiq emas. Hatta Prezident Vladimir Putinning orqasida suhbatga kirib kelgan Rossiya vakillar umigining birisining chiroyi ochiq emas. Qapoq turuglik. Jungo tarafning ham shundoq. Rais Xi Jinping ijarasa ijarab boqdi, lekin bu rasmiy tabiiy kulki emas. Har ikki taraf so'q. Har ikki tarafning qapoqlari turilgan. Belki bir-biriga nadomatda, belki bir-biriga tapi-tanida, yoki bir-biriga o'rinlashtirish, xizmat o'rinlashtirish, tartib o'rinlashtirish. Mushundaq vaziyat ichida. Men dedim boshda Damokles xanjiri bu ikki davlat suhbatining beshida sanglab turibdi. Hozir bugun 17-soat deganda Harbin shahriga ziyoratga yoki savdo taraqqiyot ko'rgazmasimi shuni ko'rishga ketayotgan Prezident Vladimir Putin Harbinda aeroplandan tushganda yana darajasi tuvallab ketgan gap. Kim qarshi oldi ismini bermabdi bugun xabarda. Yani derdisi tuvallab ketgan gap. Ben tunagan nima dedim? Mamlakatlik ayollar birlashmasining raisi Shin ismli bir tatay aeroportga berib, aeroplandan tushayotgan Prezident Vladimir Putinni qarshi oldi. Men bu ayollarni kamsitmayman, ayollarni kamsitganim yo'q. Bir ommaviy tashkilotning rahbari bo'lgan odam chiqib aeroplanda Prezident Vladimir Putinni qarshi oldi degan bu nima gap? Vatandosh,
Demek, nazaret kılıp durvatkan Amerika Qo'shma Shtatlari var. Prezident hem, Reis Xi Jinping hem ortiqcha harakat qilolmaydi. Demek dercisini tushirdi. Prezident Vladimir Putin norozi bo'ldi. Bugun Harbinda kutib olish, aeroplanda kutib olish oldiga chiqqan kishining bu xizmat darajasi amaliy taximi tuvallab ketdi. Prezident Vladimir Putin Jungo'dan bu qatam ayrıldı, soğuk münasibatlar ayrıldı. Endi qaytib berib, mushu to'g'rida o qanday siyosat chiqardi aldimizda. Kutib turmiz, hurmatli vatandoshlar.